You are live. Başlap kettimimse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hoş geldinglar. Guli Maqsud kanalidan sizlarga yetliq salom, o'tib ketgan bo'lsin sizlarga. Yetliq bayramlik salomlarni hozir yo'llay. Bugun 8-ayning 5-kuni çarşamba 11-qatimliq naq maydon programmani boshladim. Naq maydon taqtishini boshladim. Bu qatimki naq maydonga ovozim chiqatam chiqmaytamdi. Okay, rahmat. Bu qatimki naq maydonga sizlarga burundan tortib har qaysi videolarimda, ya'ni yangi ochilgan YouTube kanallari degan videolarimda bir qatim shu uzun boshqa shu yangi ochilgan kanallarni tunishtirish jarayonida amininki oxirida kelar qatimliqqa tunishtirmoqchi bo'lgan YouTube kanal YouTube'dagi eng muvaffaqiyat qozongan bir Uyg'ur yoshini tunishtirman deb aytib o'tgandim meniki burunqi shu videolarimda. Undan keyin bir Twitter jangchilari deb bir video ishladim naq maydon taqtib. Uningdimi Xitoy tilidagi tashviqotlarning ichidagi agash kuchisi eng ko'p bo'lgan elitrib o'zining og'zidan anglaylik bo'ldi. Shu mediadagi eng utuq qozongan bir yosh deb sizlarga intizorni o'zimniki ekranimga taklif qildim. Qanamsa intizor yaxshimisiz? Da, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yetinglarga muborak bo'lsin hammanglarga. Yaxshimisiz? Sizning yetingiz muborak bo'lsin. Ekranimga cho'ng ko'may, kichik ko'may ma'qul deb kayingizga ko'pdan ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, meningki asosliq maqsadim ham sizni taklif qilishdagi maqsad Uyg'urlarningki bo'libmi yoshlarimizningki shu o'zimizniki aktivizmda texnik qo'rqmaydigan bo'lish uchun undan boshqa yana nurg'un qarindoshlarimizni mediaga chaqirib kelish uchun sizningdek Uyg'ur yoshlarimizningki beshidan o'tgan kechganlarini hamsini bir kurs so'zlash orqali u meniki YouTube kanalimda davomli holda qarindoshlarimizni o'zimizniki sepimizga chaqirishni maqsad qilib sizni ekranimga taklif qildim. Oldi bilan o'zingizni tanishtirishdan bir boshlab boqam. Siz o'zingizni avval bir tanishtirib bering. Chata yo'q. Men hozir o'zim Amerika Los Angelesda turyapman. Uning oldida u yerda bu yerda hozir Los Angeles turyapman. O'zim G'ulji tug'ilgan, lekin Shanxayda o'qigan, Shanxayda o'qib ishlab Amerikaga qochib kelgan. Qochib kelganda. Hammamiz shu qochimiz qo'yadi, to'g'rimi? Undan keyin o'zim kichik vaqtimda uydagilar shu Xitoycha maktabga tashlab qo'yibdi-ku, shu Xitoycha o'rganib cho'ng bo'lganda Uyg'urcha bek bo'lib qoldi, biroq cho'ng jumlalar bo'lsa, cho'ng gaplar bo'lsa ta'sir qildi. Uyg'urcha sistemda o'qimagan ekan. Undan keyin men Amerikaga kelib uni qilib oxirida kompyuter o'rgangan, kompyuter o'rganayotgan chog'da o'zim o'rgangan narsalarni to'g'ri chiqarib xalqlarga o'rgatibchi. Bu shunaqa qilgandiki, xili kallangizga tushdiki, o'zingiz o'rgangan narsani xalqqa o'rgatsangiz. Sizmi cho'qim shu YouTube'ni o'zingiz o'rganib xalqlarga bir vaqt o'rgatyaptingizku, bunday qilsa deb qilib o'zingiz yomon bo'lsangiz. Shu men YouTube'ni boshlagan chog'da 3-4 yilning oldida o'zimni qo'rqib 3-4 yil oldida o'zimning yuzini chiqarmay ovozimni chiqardim. Ovozimni chiqarib kompyuter manda qilsa deb Xitoycha chiqarmay. Xitoycha bilan inglizchani mix qo'shib chiqarsam, jiq bolalar yaxshi ko'rgan. Dunyoning hamma yerdan bolalar ko'rib, sen yaxshi deydi ekansan deb shu YouTube ashuna boshlagandim. Boshda kompyuterning narsalarini o'rgatib, o'zimni chiqarmay. Dastlabda shu kompyuter bilimlari, IT qilmasa, tillarni, ITning tillarini degandek. Ammo shu 2017larda lagerlar ketdi-ku bizning vatanda. Lekin uni oldinmi siyosatdan azroq gap qo'ydi, biroq jiq siyosat gap qilmaydim. Qo'qinchoq hammamiz. O'zim siyosat deydi desam jiq qilmayman siyosatni. Uni o'rgangan narsadan qalaynoq gap qilsangiz haqning qo'lqiga sangmaydi. Shuning uchun azroq gap qo'ydim, biroq lagerlar ketgan yog'i qarsam men YouTube'ni qilgan yog'i xili bolalar yig'ilib qolibdi, mening ko'rdigan odamlar. Undan keyin shu deymizmi? Fans, ingliz fans deymiz, Xitoycha fans deymiz, Uyg'urcha nima deydi?
Pintozu deymiz. Pintoza, Pintoza. Pintozlarımız çıkıp ketdi, şuna qilib. Hozir qancha YouTube kanalınız, qancha pintozlarınız var? Qancha Bu YouTube şu degan biraqla siyosatga o'tkazyaptim men. Lagerlar chiqqan yoqicha men o'zimning cho'rtli ko'raman ishlarnichu o'zim ishimda men bir gap qilaychu deb uni biraqla siyosat qilyaptim. Hozir 136 ming odam bor YouTube'ning ichida, cho'ng kanalimda. Kichikroq kanalimda 20 ming odam bor. Undan keyin Twitter'da tunugun 80 ming odam chiqibdi. Facebook'da 16 ming odamim bor. Undan keyin boshqa platformalar bor. Twitch'da birsi bor. Undan keyin Torbitim bor. Torbitimni o'zim qurib oldim. Torbitimni xabar chiqardim. Shu o'zim o'rgangan narsani, kompyuter o'rgangan narsani hozir YouTube qilib ishlatyapman ba'zan ishlarni. Shuning uchun ishtirak bo'ldi. Şu mediada eng utuq qazangan yosh Uyg'urlarning ichidan chiqqan shundaq videomni mashina tem qo'ydim. YouTube kanallarınız, Twitter'niki, ananiki bir Telegram'dami bir aşı maxsus. Telegram'da yana bir app bor, Telegram'da bir app bor, o xili ballar jiqshildi. Aşağıda bir 3-4 tal grup bor. Bir grupning ichida hozir 8 mingdek odam bo'ldi. 8 mingdek odam. Uning ichidagilar shu kompartiyaga qarshi gapiramiz. Boshqa tang birlikda kurash qildi Allohga. Jiqyapti, YouTube jiqyapti, Twitter jiqyapti, ishqilib. Twitter sal ishtirak, YouTube sal ostroq. Ma yaqin yog'i YouTube'ning ichida bir shadow ban deb bir narsa bor. Ama qarsam nurg'un balla shadow ban bo'libdi. Menimkin bu shadow ban bo'lib deyman. Xil o'smadi. Biroq o'xshash YouTube, Twitter bek o'sib ketibdi. Aniki Facebook mi xil o'sib ketibdi. Twitter'ınız qarab baksam şundaqçı bu YouTube kanalınız çoğun kanalınki öz dilim qarab baksam 16 milyon qitim sanığı yetib beribdi va jami ko'rilgan aşı nimamiz. Ondan chiqdi, ba'zan konu videolarni jo'natdim, ba'zan videolarni. Uchratdim. Dastlabda boshlanganligingiz keyin shu rasmiy YouTube'da shu aktivizmni boshlagandan keyin qandaroq hamsizlarni Akçan Xitaylarning ichida shu Xitoy kompartiyaga qarshi qilgan bo'lgandan keyin bakchiqiligi nima deymiz, bashmo deymiz. Men shu bashmolar to'g'riliq qandan keyin o'zingiz qilgan shu to'g'riliq qazaq so'zlab berasiz. Siz o Xitoyning bashmolarim bor, Uyg'urcha gap qilgan bashmolarim bor, inglizcha gap qilgan bashmolar bor. Har yangi dunyoning har yangi bashmovchanlar bor. Undan keyin bashmovchadan sirt jin shu kompartiyani yaxshi ko'rgan Xitoylar bor. Kallasi yuzib ketgan odamlar bor. Undan keyin Uyg'urlarning ichidami sen nimaga Uyg'urcha gap qilmaysan deb tilaydiganlar bor. Undan keyin uni qilmamsa, buni qilmamsa tilaydigan har yangi odamlar bor, har yangi odam bor. Undan keyin mening qilayotgan ishim shu skill tarafda bisim keldi. Eng qilgan chaqda o'zingiz huquqsiz shu programmani jiqqisiz, har yangi odamlar tilaydi-ku. To'g'rimi? Sizni cho'qim tilaydigan bolalar chiqdi. Qilib to'rda gap qilsangizlar cho'qim birisi yaxshi ko'rmaydi. Hadi o'z vaqtida o'zimni chiqarmay, shu kompyuterning narsani o'rgatsam, tilaydigan chiqib qoldi. Biroq u vaqtda tilaydigan oz. Hozir siyosatni qilgan yog'i texnik jihatdan tilaydi. O'ltirma deydiganim bor. Undan keyin tilaydiganim bor. Har yangi odamlar bor. Abay sizga bir rasm o'tgandim, aşağı chiqib qo'yamsiz? O'lim tahdidi qildiganlar. Mana qiziq, mana qiziq. Hozir meni rasmni yuvib, tamga chaplab qo'ydim, o'zimning uydagi tamga. Bu degan qaysi bir yilning oldida bir Xitoycha Xiaofunhong deymiz. Xiaofunhong degan shu Gonchandangni qo'llaydigan kichik bolalar bor, kallasi yuzib ketgan 16 yosh, 20 yosh bolalar. Birsi shu chaplab to'g'ri chiqib qolibdi-ku, o'ltiryapman deb. Biroq bu rasmni birovni bir yilning oldidagi yiqitganda odamlar bor hamsiz tarixni. Chin dinastiyadagi qo'llaydigan-ku. Undan keyin ashta bolalar bor, yiqitgani. Tutib kallasini kesadigan Xitoylar. Sen kallasini kesadimi? Birinchi qatim kelgan vaqtimda yomon payt kuzib ketgandim bu rasmni. O'tgan yil qilachaqqu deyman, bu qaysi vaqtda shunday. Bultoqchika.
Ondan keyin shu bunday qadamlar bakchiqdanga ba'zan rasm bilan o'ltirib deydiganlar bor, ba'zanlar xat yozib o'ltirib deydiganlar. Bunda jiq bo'lgandan keyin hozir kallam o'tmaydi. Ben YouTube'ni boshlagan chaqda mushtaq gap qilsa, men xili 3-4 kun, bir hafta azroq olib ketib, tamoqni yaxshilamaydim, undan keyin uyquni yaxshi uxlamaydim. Biroq oxirida pishib ketgandan keyin hozir bir sekundmi kallam tushmaydi bunday narsalar. Bunday narsalardan dastlab. Shuning uchun ba'zan bolalar dedi, "O Uyg'urlar tillaydi o'zini, Xitoycha gap qilsang" deb. Bu Xitoylar o'ltirib degan yerda Uyg'urlar tilganga ishlanmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun To'g'ri. YouTube qilsangiz, shu media chiqsangiz, birinchisi cho'qim qo'rqmanglar. Bular shu qo'rqitib qo'ydi sizni. Kim qana qildingiz buni yandan keyin? Qilasiz burun yeng boshlagan chaqda. Voy, men shu siz degandek shu dastlabda ashunda qilg'i attack, nima deymiz, ashunda hujumlar uchirgan chaqda shu bearam qilgan gaplar qilgan chaqda shu ta'sir qiladi ekan. Hozir ta'sir qiladi. Shu yeng boshlaganda ta'sir qildi, aniki barbara ta'sir qilmaydi. Nima deyman, bizniki qilayotgan ishimiz vatanda odamlar o'lib ketib qolsa, lagerlarda, jazo lagerlarida u yerda chopatlar bo'lsa, bizni haqiyat bir narsa qilgan, biz bir narsa bo'lib qolamiz. Ishimizga, yo'limizga mengayveraylik. Ularimiz bo'lmasin. Mushunda men bilishimcha bakchiq mushtaq akkauntlarni arz qiliblam taqib o'tdingiz-ku deyman. Mushu rasmni keyin Twitterdan o'chirilib ketdi. Yaxshi qilmay qolsam, bir chiqarib qo'ysam, haqli arz qildi, undan keyin yo'qolib ketdi. Biroq hozir buloq qilibman. Buloq qildingiz. Bak chiqib bo'lgandan keyin vaqtni sirab ketdi-da, buni arz qilman debchi. Buloq qilibman. Dastlabda bo'lsa, siz qancha uzoq bo'ldi YouTube qilgani? Men YouTube qilg'ili 1 yildan oshdi. Men dastlabda qanday deysiz, men rasgapni qilsam sizni YouTube'ingizga uchratganchada o'ynadim. Da bu Uyg'urga o'xshaydigan Xitoy ma'vo deb dikaman. Da yuraklik nima deb keyin yarım soat, 1 soat ko'rakamaylam sizniki Uyg'ur ekanligingizni bilib, voy deb bayram qildim-da. Shundan kunda ilqi, masalan, Xitoylarniki faoliyatlarga berib shu yerda shu naq maydonda Xitoylardan so'ragan savollaringiz, shuna qo'rqmay gap qilishlaringiz menga shunday ta'sir qildi. Shuning bilan men nimishki o'zimniki bilganlarimni birini qo'rqmayman. Hech bo'lmaganda shu haq foydani oladiganlar qimati bor bo'lsa deb o'zimniki bilganlarimni dastlabda shu aktivizm yo'q. Dastlabki boshlangan chog'da shu faqat Kanadaga kelish yo'llarini, viza yo'llarini tushuntirdim. U jarayonda shu YouTube'ga video yo'llab berib, sizningki videolaringizni davomli ko'rib turdim. Sizning videolaringizni ko'rgan sari Uyg'urlarni ilqi bir xil yuragini yo'g'ollatadigan, ashuna bir xil nima deymiz? Qo'rqinchni yo'qotadi ekan deymizmi? Yurib shu bugungi sizni taklif qilishdagi asosliq maqsad shu boshqalar shu bizniki videolarimizni ko'rgandan keyin bizga qilsak, ularmi gap qilsa, qo'shin qilsa demoqchi shu. Hammamiz oilamizni ansiraydigan Uyg'ur yoshlarining ichida oilasidagilardan ansirab, bizning kesibimiz qo'shilmay yoki gap qilmay oshaq yuradiganlar bakchiq. Amaliyotda bo'lsa, shu mediada ochiq gap qila olishimizniki o'zi oila a'zolarimizni qo'g'diganlik deb o'ylayman. Aslida mening hikoyam bor-da, marasini yo'qotamsiz boshda. Sorry. Yes, here you are. Shu hamma bolalar o'yladi, uydagilarimni bunday qildiki, uydagilarimni men chiqsam bo'ldi, biroq uydagilarimni qo'rqayman deydigan baklar ashuna o'ylaydi-ku bolalar. Biroq biz o'ylagan qilpaqsangiz, oxirida qarab baqa nurg'un necha million odamlar chiqmadi. O'xshash tutyapti, to'g'rimi? Biroq qarab baqsangiz, shu media chiqib gaplayotgan bolalar 80%, 70% uydagilar ishib qilmadi. Shuning uchun bunda o'ylab baqsangiz, siz chiqmasangiz siz tutyapti. Necha million odam hech qaysi chiqmasa o'xshash tutib ketdi. Nimishki biz chiqmaymiz deb o'ylab baqsangiz, kallangiz o'tadi-a? Lekin hozir yana nima qo'rqadigan ish bor hozir. Bu ishlar bo'lib ketdi. Yana nimadan qo'rqamiz? Shuning uchun ashna kallangiz o'tgandan keyin qilsangiz, biroqlar shu sizdan qo'rqadigan o'yallangiz yo'qolib ketadi-a? Undan keyin qo'rqmay ish qilsangiz,
Aşağı qilgan yog'i men YouTube'ni qilgan yog'i shuning oldida saqchilar uyg'ib beribdi uydagilarga. Bolang gap qilmasin. Deb qo'rqitibdi uydagilarni. Aha. Birda jim o'tdasin, o'zini ishini qilsin, gap qilmasin, siyosatda gap qilmasin, ma Shi Jinpingni tilamasin, Mo'jandan tilamasin deb uydagilarni qo'rqitibdi keling. Hozir olma o'zim nashvlarni ko'tarib yo'qlaydi deydi qorasmi ya? Barbara men uydagilarga undasa maslahatchi telefonmay, ular kelsa bolamni tunimayman deb qo'yinglar. Amerikaga ketgan, sizlar mening bolamni akab qo'yinglar. Mening bolam uydan chiqib ketgan, sizlar chiqib ketibsizlar. Sizlar mening bolamni akab kelinglar. Men bolamni ko'mir natijali ketdi. Mushadanglar deb qo'ygandim. Lekin YouTube qilgan yog'i bir haftada bir kelgan saqchilar. Uygacha go'bolar, bolang gap qilmasin deb. Ondan oxirida undasi men go'boning telefonida menga men o'zim gap qilmayman. Nim gap qilsabga men anglab boqay desam, ular saqchilar qo'rqib menga hech qaysi telefon bermadi. Unda numerim bermabdi. Barbara mushu bizning vatandan saqchilar bormay, hozir Beijingda saqchilar bor ekan. Beijingda go'bolar bor ekan. Lekin berib hozir yaxshi gap qilgan bo'pti. Bolang gap qilmasin debchi. Qo'rqibchi. Qo'rqmaydi, mediaga chiqqanlar odamdan qo'rqmaydi ekan. Men bu mediaga chiqqanim yo'qi, lagerga tutib aytilgan akamni qo'yib berdi. Qarsam bir muncha faoliyatchilarniki mushu mediaga chiqqandan keyin uydagilarni chiqarib yoki mana sening ota-onang buni hayot yaxshi o'tib kechiradi deb media o'zlarininki ekranlarga chiqarib nima qilib berdi-ku. Hani 100% chiqaratmaydi, biroq ben chiqaraq qarsam 80% bolalar shu media chiqqan bolalar ham uydagilarni xili hozir uyda o'zlari telefonlab, ular yaxshi chiqilib bir ham qilmaydi. Shu pasportni ilib oldi, shu pasportni ilib olib chiqarg'izmaydi-ku, boshqa ishlarni qilmaydi. Biroq jiq bolalar qo'rqib chiqmagan bolalar o'xshash ota-onalarda xabari yo'q. Uni tutayotgan degandek. Mayli chiqish chiqmaslik u yerda haq qildig'ini qilaverdi. Biz mayda ish bo'lmaganda uydagilar bir narsa bo'lib qolsa, biz mayda bo'lgandan keyin bir xil nima deymiz? Biz har vaqt har zamon tayyor tura oladigan odamlar bo'lgandan keyin shu ekranga chiqqan odamdan qo'rqadi ekan ular. Shunga o'sha ochiq oshkor holda bizniki yushirin faoliyat qilayotgan odamlarimiz bak chiqdi deyman Uyg'ur yoshlarniki ichida. Hozir cho'qim bizning kanalni ko'rayotgan, Xitoydan ko'rayotgan bolam bor. Mening guruhimda shu vatandan shikirlarda ko'rayotgan Uyg'ur bolalar bor, Uyg'ur o'quvchilar bor. Bu sizniki naq maydon qilgan vaqtingiz odatda shu bizniki o'sha vatanda turib telefon urgan Xitoylardan bir necha qatim olgan. Xitoylar bor, Uyg'urlar bor, qozoqlar bor, shu vatandan telefon qilib ba'zan chiqib qoldi. Shu Uyg'ur bolalar ham qo'rqib telefon olmaydi, biroq ko'rganlar bor. Ko'rganlar bor. Uyg'ur yoshlarniki ichidami shu VPN ishlatish orqali o'ziniki VPN ishlatib jannat chiqib qo'yib ko'rganlar vatanda. Biroq bizning deydiganimiz qo'rqmay chiqinglar, video chiqinglar deydigan bolalar shu chet eldagi bolalar. O vatandagi bolalar cho'qim video chiqinglar demaymiz-ku. Shu chet eldagi bolalar, Amerikadagi, Kanadadagi, Yevropadagi bolalar. Yani nimni qo'rqamiz, to'g'rimi? Alaqa New York Times'dagi bir chiqqan to'g'ri bir maqol. Bu shu lagerga tutganlarni nimishga tutdi, undan keyin qanday qilyapti deb bir deymiz, leak document. Leak document. Ashuncha yozib qo'yibdi-ku, bu chet eldagi hamma Uyg'urlarni dushman ko'ratibdi-ku bu. Lekin hamma chet eldagi Uyg'urlar shu dushman ko'rib, favqulodda o'quvchilar jungo qaysimi tutib lagerda chiqishibdi, at least ashunaq o'qitilgan ishlar bo'lgandan keyin shu biz hozir ularning ko'zlarida dushman bo'lgandan keyin nimni qo'rqamiz? Baribir biz dushman qilib bo'ldi-dan. To'g'ri. U oshkorlangan dushmanlar bo'lsak biz. O'zlari dokument yozib qo'yibdi, Uyg'urlar dushman deb. Jumshirga odamning baribir o'xshashlam qiladigan bo'ldi. Siz shu YouTube qilgan yog'i sizni eng qo'rqatgan gaplar qanday gaplar bo'ldi? Bizniki Uyg'urlarniki orasida shu psychological nima deymiz? Balki og'ir zarbaga uchrab ketdi. Hamma odamdan ochiqlangan, kimni ko'rsak ochiqlangan, gumon qiladigan, josus biladigan shunday ishlar bakchiq. Kimnilar bo'lsa jasusga Xitoyga ishlaydi ekan deb baqdi ekan.
Ben bu yerda işimden işim yok. Özümdeki bildiğinlerimni köpçülük bilen baharlasam, Uyg'urlarningki ovozini anlatimiz deb u bu faoliyatlarni qilasam, Twitterlarga chiqsam, ayda chiqib unday gaplarni qilsa, dastlabdan shu ta'sir qildi. Hozir hech qanday emas, yana o'zimizniki yo'lga ketaversak bo'ldi ekan, qildig'imizni qilaveraylik deb Siz bu shunaqa Uyg'urcha kanallar ishlab, Uyg'urcha video ishlasangiz, sizni bu ish beradiganlar bormi? Har qanday siz boya o'zingiz deb o'tdingiz-ku, har qanday odam uchraydi ekan deb. To'g'ri. Cho'qim u Uyg'urlar ichida bu shu rast yashaydigan, chet elda yashaydigan Uyg'urlar bor, biroq u Jungoda o'tirib turib Uyg'urcha futga Xitoylar bor. Ha. Uni professional bashmovchan deymiz. Bu shu Xitoy saqchilari Uyg'urcha yozdigan, ya bo'lmasa Uyg'ur saqchilari Uyg'urcha yozib, sizni qo'rqitib, ya bo'lmasa suqqa soldirib, sizni yig'lasan, undan keyin videolar ishlamasin deb shunaqa taktik bilan sizga xat yozganlar bor. Video ishlamang bo'ldi deydiganlarni chiqdisa. Video ishlamang deydigan. Bo'lsa shu ish qilmay, hech qaysimiz gap qilmay, shu yig'lab o'tirsak, ashlar yaxshi ko'rding, ha? Bo'lsa, biroq biz media muhimding, ha? Xitoymi Gonjandan shu media bilan boshlagan bo'lsa, haqlarni qo'llab, biroq biz argiz haqlarni qo'llamaymiz, biz rost gap deymiz, ha? Biz rost gap desang, texnik bo'lib qo'yadi. Shu. Rost gapni qilib, biz bu yerda vatanning ichidagi ovozsizlarning ovozi bo'lamiz deb faoliyat qilsak, u Xitoyningki tashviqot, yolg'on tashviqotlar beklamjiqlab ketib boradi, u YouTube'da bo'lsin, Twitterda bo'lsin, yolg'on tashviq qiladiganlar. Biz rost bilan qilib, Allohning texnik chandira o'qiymiz, Allohning yaqinchiligini. Ular biz rost gap qilyapmiz deb, ular rost yolg'on tashviqotini qilaverdi, propaganda videolari bekchiq. Aşılağa taqabul turish uchun, rost gapni qilish uchun biz qo'shnimizni zo'raytirishimiz kerak, qo'rqmasligimiz kerak, so'zlay oladigan bo'lishimiz kerak. Sizningdek ko'plagan chiqishi kerak. Endi shu sohalar bekchiq, bu social medianiki, masalan, shu YouTube-gamu men sizninkiga agishib, dastlabda video boshlagan chog'larda ancha pek Uyg'urlar ko'p emasdi YouTube'da. Keyin anandikin boshqalarga shundaqiligi har xil usullarda YouTube'da pul topqilimi bo'ladi degan temalarni o'tirg'i chiqarib shirib, nurg'ulg'an kishilarni chiqinglar YouTube chiqinglar deb shirib, hozir xeyli ko'payib qoldik. Bu shu qo'rqmanglar, dekim da desangiz-mi, jiqpanlar qo'shamaydi-a, pul topadi desangiz, demak jiqpanlar qo'shaqidi-a. Bu bir kasb bo'ldi, yaxshi qila olasangiz-ku, bu YouTuber deb bir kasb. Bu amerikaliklarning ishidimi, shu inglizlarning ishidimi, chet eldami bir yeng kasb-a. Uyg'urlarning ishida emas, bu dunyoda bir yeng kasb. Men ba'zi vaqtida qo'shnilarga, dekim do'stlarimiz, amerikalik do'stlarimizga what you doing desa, I'm a YouTuber. What? YouTuber? What is YouTuber deb so'raydigan amerikaliklar bor. Undan keyin sen social mediada ishlayotgansan, bu pul topolamsa deydiganlar bor, jambaqalamsa deydiganlar bor. Cho'qim Uyg'urlarning ishini tushunmaydiganlar bor. Buni yaxshi qilsangiz jambaqalaysiz. Yaxshi qilsangiz turmushingizni yaxshi qila olasiz. Barbara ovozingizni chiqarsiz. Vatanning davosini qila olasiz, o'zingizning davosini qila olasiz. Undan keyin yaxshi qilasangiz, oxirida pulni yaxshi ko'rdi. Bu bir kasb-da. Men texi bu sahada texi yangi boshlang'ich bo'lgandan keyin bu pul oladigan endi texi ikkinchi qatimliqini og'lataman. Sizga ikkinchi qatim oldingizmi? Ana 2 ming adamingiz borki, pul topqini boshlabsiz. 20 ming adamingiz bo'lsa, texnik pul topamiz, to'g'rimi? Keyin asosda bu qila, endi asosli maqsad endi men siznikini aşağı o'ylayman-ku, birsi shu o'zingizniki qiziqgan, o'zingizniki qila oladigan, hamda o'zingiz huzurlangan bir ish, yana birsi eng asosli birsi shu o'zimizniki shu kirishi. Aşağı deb o'ylayman-ku. Da'voga qitilib, Uyg'urlarning ovozini, o'zimizniki, millatimizniki peshiga kelayotgan kulfatlarni niyog'antish deb. Rahmat. Ben nurg'un mening shu qulaydigan balla bordigan mening programmada ko'rdigan. Hozir sizning mavu ye kepto. Ma ballarning xatini o'qib baqamdoq. Tamam, o'qib baqaylik. Ma ballar chandira o'qibsizlar, ama jiqballar cho'qim Jungoda ko'rayotgan ballar bor, Xitoy ismini chiqarib qo'yib. Amda chandirib qoldi ma ballar. Mentig'i, mening kinolarni ko'rgan ballar bizning kinolarni ko'ribdi degan. Qara, ma ballar Xitoy ismi qo'ya olib, Uyg'urcha gap qo'yadi-da. Okay. I think most of them is your
Meniki yangi ko'rurmanlarim jiqlab qolibdimi? Qandaq men ko'rmaganlar jiqlam inkaslarni yozib qo'yib. Majaq qismini men ko'rgan. Shichaoshan, Shanyang deganni ko'rgan. Qarang, bizning gapimiz tushundiki, cho'qim Uyg'ur bolalar shu o'g'irlash ko'rayotgan bolalar bor, ha. Abay qarsam Jangliang Yu degan Xitoycha qo'rqib Uyg'urcha izlaydigan bolalar. Cho'qim ishkirda ko'rayotgan bo'lgandan keyin qo'rqib Xitoycha yag'an ismi qo'yib qo'ygan o'xshadi. Ashlarga deydigan bir gaplarimizni deb qo'yamdi qansa. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglardagi atrofingdagi odamlarga VPN qilib ko'rsatdim. Nima deysiz, kechiring. Shkirdagi bolalar qo'rqmanglar desak, bu yag'an gap bo'ldi. Shkirda cho'qim qo'rqaydi. Biroq bizda qo'rqmanglar degan bolalar chet eldagi bolalar. Shkirdagi bolalar shu ichinglarda qo'rqmanglar, biroq sirtida shu yana o'xshash bir ish qilinmaydi. Cho'qim consistency ish qilgan chaqda bir ishni qilaveringlar. Hargiz give up qo'ldan deymiz. Give upni uyg'urcha deymiz. Give up. Never give up. Umid bilan yashanglar demoqchi-ku. Umid bilan yashanglar. Undan keyin face. Bexatarlik eng muhim o'zinglarniki. Face degan shu nima deymiz? E'tiqodmi? Taqdir. E'tiqod desak satga bo'ldiki. Satga emas, hamda e'tiqod degan face. Biz bu shtatda chet elda yashab turib, inglizcha, xitoycha, hamma tilda aralashib qilgan ketibdi. To'g'ri. Amal yo'q hamda shu muyut mushna bo'lgandan keyin. Yana bir shu cho'qim sizlar Uyg'urchani tuzuk qilmaydi ekansizlar, inglizchani qo'shib oldi ekansizlar, xitoychani qo'shib oldi ekansizlar deydigan bolalar bor-a. Abay rasm ko'rgandek bizni o'ltirdigan bolalar bo'lgandan keyin bundaq bolalarning gapi hozir quloqdan o'tmaydi. Shuning uchun chiqilib deydigan gapingiz bo'lsa danglar, bu degan Xudoyim bergan og'zinglar. Xudoyim bergan og'izni ishlatmasak nima ish qilmas, to'g'rimi? Davringlar. Ondan keyin boshqa bolalar bo'lsa, gapinglar bo'lsa, lekin javoblaringlar bo'lsa, so'ranglar. Qarab boqay bu bolalar. Sizning ko'rdigan bolalar bo'lsa, Nurmat Iminmi? Nurhamat Imin. Yaxshimisiz? Shichoshan Shanyang yaxshimisiz? Jangliang Yu yaxshimisiz? Minkohan bolalar boras, minkohan bolalar. Minkohan bolalar biz tilazaq bo'lmaydi. U amal yo'q, kichik vaqtida uydagilari Xitoycha maktab tashlab qo'ygandan keyin ular qanday o'rgandi nasl to'g'rimi? U ota-onalarini tilazaq bo'ldi. Nima ish qilsizlar Uyg'urcha o'rgatmay Xitoycha maktabga tashlab qo'yganlar desak bo'ldi. Hargiz minkohan bolalar tillamanglar. Nurg'on minkohan bolalar ish qilyapti. Texinbek shu millatimiz suymiz deb. Lekin minkohan bolalar Xitoylar bilan jiqarlashgandan keyin Texinbek fuqdi bu nima bo'layotgan ishlarni uchun nurg'on ishlarni. Bular Texinbek ularni Xitoylar nima bo'layotganligini biz Texinbek fuqimiz degandek. Hozir programmani ko'rayotgan cho'qim nurg'on minkohan bolalar bor. Lekin chiqilib qo'rqmanglar, bir gap bor, qo'rqmanglar. Nurg'on gaplar bo'ldi. Undan keyin Uyg'ur o'qigan bolalar yo bo'lmasa Xitoycha o'qimaydigan bolalar bo'lsin-bu, tillamanglar. Birlashib ish qilaylik. Bir ish bo'lsa, publikda tillamay, bosh tigida, menda gapni nachar qilding, bunda desam bo'lmaydi deb, ichimizda boshda deb, undan keyin publik chiqiraylik. Okay? Xitoycha gap qilsaqmi, tumurimizni eqotqini Uyg'urning qini deymiz. Uyg'urning qini. Undan keyin o'sha Xitoycha gap qilgandan keyin shu ashlar bilan so'rashmamdiq. Men deganim shu ideologiya bilan so'qishimiz. Ideologiya, undan keyin media bilan so'qishimiz degandek. To'g'ri. Dushman. Vumolamda Xitoylar vumolsa, sen nima Xitoycha gap qilsa, sen Amerikada turib ingliz gap qilsangmanda bizni gapimizni ishlatmay deydigan bolalar bor, vumola. O'xshash. Xitoylarning ichidan bor, sen Xitoycha so'zlama, nima Xitoycha so'zlaysa, Xitoycha degan bizning gapimiz. Sen Go'tandan tilasang, cho'qim Xitoycha so'zlama, Jungon tilasang, Xitoycha so'zlama deydigan bolalar bor. Akşamlam shu share qilib qo'ysam linkni Xitoycha so'zlaydigan Xitoylarcha deb inkas yozib qo'yibdi. Amaliyoti bo'lsa har xil tillardagi hammamiz bo'lishimiz kerak. Men oldingi bir o'sha live stream qilgan vaqtimda maxsus shu Twitter'dagi Uyg'ur Twitter janchilari deb bir nimani ishildim-chu. O'sha birdan o'sha Twitter'dagi har qaysi tillardagi tashviqotlarni birdan shu eng oldi bilan shu Xitoychasidagi
Birinchi bo'lib followersni eng ko'p kishilar qatorida shu sizni birinchi bo'lib tanishtirdim. Andan keyin yana kim bir nechasini shu nim qilib tang ish qilib amsini shu Uyg'ur Twitterda bir ish qilayotganlar bo'lsa, mayli Xitoycha tildagi bo'lsin, Uyg'ur anmo inglizcha, turkcha, arabcha, german, nemischa, har xil tillar bo'lsa qilayversin, ispancha, boshqa tillar bor, yomon bo'ldimi bu? nimani bilsa, qaysi tilni bilsa, Twitter bak muhim bu biz shu o'zaro bir-birimiznikini, masalan sizning chiqqan bir narsani men inglizcha yozib yoki bo'lmasa boshqa tillarda nim qilib, boshqa tillarni bildiganlarmi shu Twitterda faoliyat qiladigan bolalarni jiqlasak bo'ldi. Hozircha ochiq oshkora chiqamizmi? Bara yurak shug'allaydi emasmi? Shunga faqat shu qo'shilsam bo'ldi shu. Qo'rqmaslikni tavsiya qilaylik, endi davomli holda chet eldagi yashayotgan Uyg'ur bolalarni. Qarsam Uyg'ur Aliyev, Freebird, Musafir bu dunyo, yaxshimisizlar? Texnik 90 yaxshimisizlar? Uyg'ur Ali yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? O'sha vaqtlar xayrli bo'lsin deb salom yo'llagan Uyg'ur sizlarga salom. Hammalarga salom. So'raydigan savollaringlar bo'lsa, qiziqadigan temalar bo'lsa, menga yozib qo'ysanglar bo'ladi. So'raydigan savollar bo'lsa, biz 20 minutlik bolalarga savollaringizga javob bersak bo'ldi. Birinchi qitim Gulining kanaliga chiqdim. Bundan keyin patat kelib mehmon bo'lib kanalda. Patat suhbat o'rnataylik. Bu paranglarni qilib, hozirgi bo'layotgan. Bunday savollaringlar bo'lsa so'ranglar. Bo'lib, men YouTube'ning ishini qanday qilsa, degandek bolalar bo'lsa-mu, YouTube'ni qimmatli nima qanday qilsam bo'ldi degandek savolni so'rasanglar bo'ldi. Farida, yaxshimisiz? Inti, shu bo'ldi. Shichoshan Shanyang degan sen Uyg'urmi, Xitoymi, yo bo'lmasa Qozoqmi? Xitoycha yozyapsizlar. Biroq qarsam programmani ko'rasizlar. Shichoshan Shanyang, siz Uyg'urmi, Xitoymi, Qozoqmi? Mening kanalimga chiqib qo'ysizlar. Ichki, yaxshimisiz? Shichoshan Shanyang, yaxshimisiz? Nimishinglar bor? What your shirt chinchudaysiz? Bak yaxshi bilan o'rlashtiribsizlar deydi. Sizlarni ko'rib tarqitib qo'yishinglarni hozir mushtabda ko'rayotganlar 60 yaxshimisiz? Barmoq ustiga qaraganda besib qo'yib davomli ko'rsanglar bo'ladi. So'raydigan savollaringlar bo'lsa, ham davomli yozsanglar bo'ladi. Ko'chmanlikka to'g'ri, ko'chmanlikka ayrim bir programma qilaylik. Men Kanadaniki ko'chmanlikka yangi siyosatlar chiqyapti. U to'g'ri qaytadan ayrim bir nim qilgancha shu to'g'ri so'raylik. Shanyang degan Mo'ng'ul ekan-ku, Mo'ng'ul. Mo'ng'ul bolalarmi Uyg'ur chiqqansizlar? Shichoshan Shanyang, necha Mo'ng'ulzu Uyg'ur chiqqansiz? Ichki, mikohan vallavaka. Bizning gapimiz qanday qilib qotganda? Uyg'ur bolalar baka, Uyg'ur IT, yaxshimisiz? Barmoq besib qo'ydik, Uyg'ur IT deydi. Rahmat. Rahmat. Sizga qaraganda besinglar, asta qaraganda emas. Rahmat. Farida. Ko'proq nodir yaxshi temalarni o'tirg'a elib chiqinglar deydi. Tirishnik. Davomli tirishaylik. Sizlarni qo'llab beringlar, sizlar babog'oshqa bizim to'xtamay bir ishlarni qilyapmiz. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. YouTube'da qanday pul topqili bo'ladi deydi. Qachondan boshlab pul topdingiz? Qanday pul topdingiz? Keyin qanday qildingiz? YouTube'da 1000 followers, 1000 odam sizning kanalingizni qo'shsa, undan keyin 4000 soat jami bir yilning ichida xalqlar sizning videolarni 4000 soat ko'rsa, undan keyin YouTube'ga bir knopka bor, ochib besib qo'ysangiz, YouTube'da qarab, makinal bo'ldi deb sizni o'tkazsa, undan keyin YouTube gonga qo'shdi videolarning ichiga. Biroq gonga qo'shishdan burun cho'qim 1000 follower, 1000 sizni qo'shgan odam
Lekin 4000 saat sizning videongizni ko'rsa, undan keyin pul topishni boshlaydi. YouTube makina bo'lib qoldi deb sizga videolarning ichiga gongo tashab qo'ydi, gongo. Ondan keyin shu gongo haqlar sizlar video ko'rgan chaqda gongo chiqib qoldi biz vaqtida. Undan keyin ko'rsangizlar 1 sekund bo'lamdi, 5 sekund bo'lamdi. Ashqab sizga pul kirdi. Bu degan bir amal pul topadigan YouTubening o'zi. İkincisi YouTube'ni Guli hozir 2600 adım baka YouTube'da. Bo'lsa Guli hozir berib Kanadadagi bir uy sotadigan ya bo'lmasa advokatlarni mo'lashib mening kanalimda mundaq odam ko'radi-da. Mening kanalimda hozir 2000 odam bor. Siz Kanadada bir advokat ekansiz. Men sizga e'lon qilib beray. Mening kanalimda bir oyda 30 kun bo'lsa, 5 qatam sizning e'lonni chiqarib, video ishlab chiqamiz. Ondan keyin menga $500 bersangiz ya $1000 bersangiz, sizga 5 qatam program ishlab, sizga advokat qilmaydi. Bu ikkinchisi, ammo pul topadigan. Uchinchisi, nurg'un boshqa mallaba torda. Ashning adresini chiqarib, balaga taqib bersangiz, u pul berdi. O üçüncü amal. Dördüncüsü siz 1000 adam bo'lgandan keyin YouTube'da live stream qila olasiz, live stream. Live stream qilganda pul tashsangiz bo'ldi. Hozir Guliga hozir pul tashab qo'yaman. Qara mana live streamda Guli yaxshimisiz deb turibman. Hozir yaxshimisiz. Şu live stream hozir qilayotgan shu programni yaxshi ko'rsangizmi, pul tashab qo'ysangiz, Guli pul topdi. Hozir Guli sizga pul tashab qo'ydim. Ko'rdingizmi? To'xtab turing ha. Hammasi menga hisob bo'lmaydi-da, men YouTube tutib qoldim. YouTube 30% elib oldi, 30%. 30% YouTube elib oldi, 70% menga tava. Oy, men nasmi pul basa o yerda super sticker bilan super comment deymizmi? Nima deymiz uni? Super comment. Abdurahman. Mamay qoldi. ikkinchi pul tepish soli bo'ldi ekan-ku, men Kanadadagi shundaqiligi advokatlar bilamdi, immigration'niki bir narsalar bilamdi. Shuni e'lon izlab qo'ysam bo'g'dakmi, bekor vaqt chiqqan chog'da. Mana $10 tashab qo'ydim sizga. Rahmat. Yaxshi program qilasiz. Qurbon yetlik qolgan yetlik film bo'ldi, rahmat. Siz bergan yetlik bo'ldi. Boshqa bolalarmi Guliga yaxshi ko'rsanglar programni bak yaxshi qilyapti. Mushtaq bir pul tashab qo'ysangizmi, yetlik bersangiz, Gulimi xil xushal bo'lib qoldi. Qara hozir bir xushal bo'lib, aqlga etilib, kulib ketdi ayna. Lekin yana bir to'rtinchisi pul topadigan ish bo'lsa, YouTube hozir membership bo'ldi. Membership degan har oyda bir oyda bir qatam pul bersangiz, avtomatik pul tashab qo'ydi Guliga. O membershipni bir oyda $1 beradi, ya bo'lsa $100 beramsiz, $10 beramsiz, o'zingizning ishingizga. Aytib bir bo'ldi. Hozir ichildimi siz membership sizga? Sizga ichilmabdi, ko'rdim, sizga ichilmabdi. Uni men texi to'g'riliq hech qanaqa bir izdim baxmoqdaman, membership to'g'riliq. Membershipni sizga bermagan o'xshaydi. Uni qanaqa qiladi dedingiz, u member bo'lganlar ular qanaqa alaydi? Masalan, ko'ngil bo'lganlar shu mening ismim Guliya, mening kanalim mandamda qilyapman. Siz yaxshi ko'rsanglar, meni qo'llasanglar, bir oyda $1 beringlar, yoki bir oyda $2 beringlar, $5 beramsiz. U o'zingiz bekitisizlar. Bo'lgandan keyin sizni yaxshi ko'rgan bolalar bo'lsa, sizning kanalingiz yaxshi ko'rgan, sizni yaxshi ko'ramiz. Sizning kanalingiz yaxshi ko'rgan bolalar bo'lsa, bir oyda $1 bermasa, shu bundan keyin o'z shu 30 kun to'xtagandan keyin 30 kun to'shqandan keyinlar shu bank kartasidan $1 elib sizga $1 berdi. Hozir meniki abonent bo'lganlarniki ish bo'lmadi. 20 bo'lsa membership bo'lsa desak, masalan, bu siz degandek $1 bo'lsa, oyda $1000 kirib qoldi ekanda. Yaxshi qila olsangiz $1 dan bo'lsa shu 1000 odam $1000 bo'ldi shu. Lekin Uyg'urlarniki, chet ellik Uyg'urlarniki nüfus unchalik ko'p bo'lganidan keyin pulni nishon qilib
nim qilsa bak asta, bak az. O'xshash. Ingliz bilamdi, xitoycha bilamdi, uyg'urcha bilamdi. Bu YouTube'da qilgan chog'da cho'qim pul topaman deb boshlamaydi. Pul topaman deb boshlasangiz o'zingiz bak azobga ketasiz. Bir asta bir ish, bir kasbdakchi bir 2 yil, 3 yildan keyin xeli bir jonni baqalaysiz. Boshqa qilgan chog'da cho'qim siz qilgandek sizmi bunday boshlab qo'ydingiz. Menmi haqlarga kompyuter o'rgatma deb boshladim. Buni pul topaman deb boshlamagan buni. Shu bir yil ishlab turib, bir yoqdan qilsiz boshlagancha. Barbara ayda o'zingizning shu uyining pulini to'laydigan, tamoqning pulini to'laydigan bo'lgan chog'da undan keyin ishimni tashitib 100% shu media qilaychi desangiz bo'ldi. Uningga eng az bo'lsa 1 yil, 2 yil ketadi. Men 3-4 yil qilib ishni tashlatdim, undan keyin hozir YouTube qo'ydim. Siz injenerlik ishini tashlatdingizmi, IT'ni qilmay? Uni bir tashlatdim, hozir YouTube, Twitter, torbatlar qo'ydim, media qo'ydim. Media deb. Kasbchi deb. That's why I call you the most successful one on Uyghur media deymanmi? O torbat to'g'riliqchi sizningki torbetingizni to'xtang. Torbat to'g'riliq qilib beraman, men sizningki ingiz kirib boqay. Shuni ichpura int3000.com debchi? int3000.com kirib boqaylik ya. Bizningki Uyg'urlarningki qildigan nurg'un ishlar bor ekan, nurg'un jihatda bo'shliq taraflarimiz bak ko'p ekan. Qilsak bo'ldi ekan, masalan, shu torbat ichish, yana bir Anchorda radio qilish. Abay pul topishdan ama torbatimni pul ko'radigan, ba'zi vaqtida $30, $50 kirdi kunlikka. Ba'zi vaqtida $10, $20. O'zi menga o'z ko'rib degandek. Ohoy. Ondaqdan. O sizningki intishimın men bu torbatda ham qarabaqa eng oxirida inglizcha xabar bo'ldi. Men oldida jungocha, xitoycha. Bu hammasi uchun men o'zim o'rgangan narsalar uchun ishlatyapman. Automatically o'zi to'rdan maqolani tepib o'zi chiqarib, undan keyin bu maqola chiqib bo'lgandan keyin Twitter ketadi degandek. Hammasi 100% mashinalar o'zi qo'yadi. Buning shu maxsus torbat loyihalaydiganni o'rgangandan keyin qila olgan bo'g'itimiz aqchan. Ashni xususos texnik ishni qila olasiz. Xususos qila olasiz. U boshqa texnikning ishidan. Chiqilib buni qilish uchun qancha kun ketdi menga bu 2 hafta ketib, jiq bo'lsa $200 xarjlamag'u emas, $200. Bu torbatningki adresini uning pulini setib olgan gapmi? O narsalar azon narsalar. Bu sizningki bu ish yerda bir e'lon degandek bir narsa ko'rmayman bu. Ya linklarni bosgandan keyin chiqamdi ya. Birinchi bat chiqdi-ku. Homepage qilsang, homepage bosgandan keyin direkt tatang. Qarang chiqdi, open degan. O'tdiki. Ba'zi vaqtida jiq chiqdi, ba'zi vaqtida chiqdi. Uni YouTube'ning nima, Google'ning to'piga chiqdi mana. Tik tatang tik. Chanmay chiqdi, chanmay. Tigrak tatang tikka. Ayni bir chiqdi ya. Yana tigrak tatang. 50% off degan. Hozir bular bak aqlliqtanga chanmay bir maqolda chiqib qo'ydi. Undan keyin besib qolsangiz, besib bersang, besib qo'yya. Biz men ko'rdi, undan keyin siz ko'ramsiz, ko'mamsiz chiqib menga hozir pul tushdi. Bizniki Uyg'urlarniki ichida bu e'lonlarni chekib qo'ydigan, unda qildigan. 3 tal e'lon chiqdi mana, eng tegidagi 3 tal. Ayna. Bu? Men tegidagi 3 tal e'lonlar shu. Qaysini bossangiz? Mushta bossangiz cho'qim menga 50 tiyin ya bo'lmasa 10 tiyin ya bo'lmasa 5 tiyin pullar tushdi. Okay, NordVPN deydi. Uni bossangizmi pul tushdi degandek. Shuncha kunda 5,000 odam yoki 10,000 odam torbatimga kirsa, birisi 5 tiyin ya bo'lmasa birisi 10 tiyindan yig'ilib qolsa-mi, bu puldan. To'g'ri. Yig'ilib ko'p bo'ldi ekanda. Endi 2 kundan keyin uyg'urcha qilib qo'ydim. Hozir men xitoycha bilan inglizcha qilib qo'ydim torbatimga. 2 xil tilda hozir, shunami? Odatda shu hatta maqolani o'qiyotgan chog'da maqolniki boshqa xabar kanallarinikiga ko'rgan chog'da maqollarni o'tirsida to'xtamay bir maqolning ichida bir qancha e'lon chiqdi ekan. To'g'ri. Hozir bir maqola biz qilgan, men bir maqolamda. Inglizchani bosib boqaymi?
Ya, ma vaqtaysa. Xitoychasi deb. İngliz bassangiz bo'ldi, ingliz bassangiz bo'ldi. Menikimi, siznikimi? Sizni o'xshadi. Okay, başla. Buni men WordPress bilan qildim. Bir bal so'radi-da. Python emas, WordPress. WordPress kod ketmaydi. Vaqtingizni tejabchi. Bu zaman parçalaşniki birazını içip ko'rib boqaylik, ha? Xabarlanishib ko'rgandan keyin Ko'rgan qarama 10 tarafdan bir advokat nima? Bir gongo chiqdi 10 tarafda. Mana. Ashmi bir gongo, ha. Okay, read more. Meniki bir narsalarni fransuzcha tanishib qo'ygan. Fransuzcha. Shu. Okay, bu bir amal 5-chi amal qilib nurg'un amallar bor ha. Bu to'rbatdan pul tepish Uyg'ur to'g'ri siyosatdagi to'rbatdan pul topadigan birazini uchratmadim-ku men taxi. Jiqqa siz. Bakma jiq emas, qilgan balla bor. Qilgan balla bormi? Mana shu telefonning ichida Uyg'urim da bir muzika anglaydigan bir app bor. Ha. Bir bo'rining rasmi bor. Ha, to'g'ri. Uyg'urim da mushbal shu Amerikada qilgan men do'stim. Kompyuter biladigan IT sohasida shu qilib telefonda undaki Uyg'urim da shu app chiqsangiz, Uyg'urim deb muzika anglaysiz, kitoblarni anglaysiz. Onun ichida necha ming muzikalar bor Uyg'urcha. Shu muzikalarni shu to'rda tepib o'zi avtomatik tushirib chiqarib qo'ygan. Açsanız mı gonga chiqib o'zim xil azaq pul topadi onu. Bu da xizmatdan qilgan, sirт qilgan ish. Aber ba'zilarda ne bilan Python bilan qildim. Yo'q, Python emas. WordPress ishlatsanglar, Python ishlatmasangiz bo'ladi. Python degan bir tilda, kompyuterning bir tili. Ayada Uyg'ur IT men maxsus e'lon yo'qotadigan qistirib ishlataman deydi. Buni nima deymiz? Yiliqi ismi nima deydi biri? E'lon chiqmaydiganqa YouTube'niki premiumlarini oladi ekan, anandan uzun kinolarni ko'rsam o'tirdi hech qanday e'lon chiqmaylam ko'rdim. YouTube'niki premiumlarini ishlatadi ekan. Python degani shu IT'niki bir narsada do'stlar qilsanglar men bilib ketamdim bu darslikni. Shuncha yani Mongol bilangizlar, Mongol do'stimiz, vaqtimiz isrof qilmaylik bundaq askadamlarga. Bu degan Gonchadang odamiki, haqlarni gollaydigan. Gongini vaqtini isrof qilmanglar, bu degan bir chash demdiq. Axlat, vaqtimiz isrof qilmaylik. Mening kelalim chiqqanlar, men jiq tapadim-ku. Bu Gonchadang odamiki, haqlarni pulni gollayib degandek. Qo'llasanglar bunday qahva puli bilan bunday $5. Gulini kinolasida yaxshi ko'rib qolsanglar, Gulini qo'llasanglar, menga o'xshash qaraman, $10 tashab qo'ydim. Guli degan bir Starbucks bir kafe ichib oling. Rahmat, yetliqim berib xashab kelay bugun. Ha. Shariki, yaxshimisiz? Shariki mening kanalimni jiq ko'rdi, ha? Ruscha yozgan qozoqchami yo'qlar? Meniki Qozog'iston tarafdan ko'rgan qarindoshlarimiz xili bor ekan, u yerda Qozog'istondan ko'rgan balam bormi? Ha, meniki eng ko'p shu davlatdan. Uyg'urlarmi yoki qozoq qarindoshlarmi o'qimdim ish qilib shu iliqi biz YouTube'niki kendiki studiyoni ichida analiz texnika. Qozog'istonda Uyg'ur balam bor. Aha. Привет, как дела? Хорошо deb. Voy, qancha til bilsiz siz? Azroq o'qima, ruscha azroq o'qima. Здравствуйте. WordPress. Tarut demdiq, tarut. Ad blocker. Blocker tashlab qo'ysa gonga chiqmaydi. Assalomu alaykum. Okay. Uyg'ur ekranini bilsang? Tarut 10 milyon agashkichisi bor kanal oyda qancha pul topa oladi deydi. 10 milyon? Voy, sizlar bu 10 milyon tushib ketdinglar bir 10 ming danglar boshda 10 milyon degan bir oyda to'lab turgan 10 milyon bo'lsa, voy, bir oyda necha million dollar topadi?
Onu yılqı CPM bo'yicha hisoblaydi ekan-ku, har 1000 qatim ko'rilgan har qaysi davlatlarning o'xshash bo'lmaydi ekan uniki. Ha, Masalan, davlat o'xshamaydi. Undagi ba'zan videolarga gongo tashqizmaydi degandek. Biroq Google 1 million fans bo'lsa, bir oyda eng az bo'lsa 1 milliondan 5 million topadi dollar. boy siz deganingidek usullarni bak ko'pkan. Voy, Shariki, voy, yetib qoldim. Shariki, rahmat, 20 dollar. Rahmat. Yetib qolib ketdim mening kimni mana chilla bu uyliklar. Yetib bergan chaqlar yiroqqa ketgan. Bugun yetib qilib olsam shuni maydonda kuzayveraman. Uyg'ur ekrani Va deydi. Qandiki Uyg'urlar jiq, okey. Ha, ama Uyg'ur ekranimi bir YouTube channel o'xshaydi ha? Aha, Uyg'ur ekrani meniki qo'llovchilarimniki biri. Har qatimliq meniki live stream qilganlarda kirib, gapga inkaslarni yozib, barmoq berib chiqib ketadi. Ko'pdan ko'p rahmat hozirgacha qo'llab kelayotganingizga. Uyg'ur qarindoshlar, bu Uyg'ur ekrani degan YouTube kanaliga ergashib olsanglar bo'ladi. Har xil mazmunlar bor, yaxshi kanal. Uyg'ur ekrani bu e'lon chiqishga boshladi deyman yaqinda. Muborak bo'lsin. Bizniki Uyg'ur kanallarining ichida hatta shu abon soni 1000 dan eshib bo'libmi? Bu Google'ninki bu monetizationga iltimos qiladiganlar intayin oz ekan. Mana shu bir video ishildim. YouTube'da qanday pul topqili bo'ladi deb. Shundan keyin boshqa Uyg'ur kanallar asta-asta bara e'lonlar uchraydigan bo'ldi. Bu e'lon chiqish degan gap bu nomus qildigan ish emas. Hozir davrning taraqqiyotidagi ishlar hammasi to'rning har qaysi sohalaridan shunday pul tepib ketsa, Uyg'ur bir she'r bor-ku, boshqalar ko'kda uchib, oyga uchib, ko'kda nima suvda uzib ketdi jiroq. Ben misali yalan ayakta septiken mağarımda biz hiç nesini bilmey özümüzdeki kurup paranını söyleyivesek olmaydı bunu bu ilan çıkala doğru sahasının şunda kırımlarını kılış hem de özümüzdeki davasını tam şu sahalada emine tam kılga yakşı. Uyg'ur ekranı ben $100 taptım debdi. Mübarek bolsun. Bu $100 tapsa, bu da $100 tapsanlar, bu da 200, 300 mingdan başlaysızlar. Para açıklaydı. Yaxşı. To'xtamay qo'yaylik. Obul Qasim Abduvali, qandaq pul berimiz sizlarga? Gulining mana neymiş mana chatning tagidagi bir knopka bor, bir dollarda knopka. Aslında bassanız pul topishgan bo'ldi. İnkas yazdığı yerinki o'ng tarafida dollar belgisi var-ku. Aslında bassanız pul topishgan bo'ldi. Ama ben $10 tashlab qo'ydim va Shariki $120 tashlab qo'yibdi. Rahmat Shariki. Tiqim. Ben pul beringlar deb turib bu yandagi inkas yazdığı yerda dollar belgisi bor deb o'zim o'gitib ketadigan gap mana. Meniki YouTube kanalimni qo'llaganlar bo'lsin, texnik yaxshi mazmunlarni, programmalarni ishlashga tirishmayman degan bu e'tiqlarga ko'pdan ko'p rahmat. Uyg'ur ekrani bir oyda $100 topgan bo'lsangiz yaxshi bu. Bu Amerikada sal oz bo'lgan bilan boshqa davlatlarda $100 ga xiljiq puldan ha. Masalan, Amerikaniki $100 bo'lsa Türkiye'ninki puluğu çalıştırsak bir 600 TL etrafında bu kaldı deyman. 600 TL degan o yerda uyninki 20 oylik ijara qildiysimi bo'ladi. Odatdagi oylik uchun aytgan chog'da ish bo'lmadi, sutuq qiladiganidek. Bir tarafdan o'ziniki shunda qiziqadigan ishini qilg'ash, yaxshi mazmunlarni yo'llab, davomli. Abdurrahman R, this future is not available. Sizlar qaysi davlatda bu super chat degan nurg'un davlatda bor hozir. Biroq ba'zan davlat yo'q-ku. Super chat in which country? Onu uqmayotganman. Yaxshi bo'ldi, rahmat. Hozir super chat nurg'un davlatlar borki, biroq yana 20-30 davlat yo'q o'xshaydi. Pul tashlaydigan yeri. On har qaysi davlatlarniki available, not available bo'lganda. Hozir Turkiyaga ishilib ketdi. Biroq Jungoda yo'q.
Qaysi Turkiyada bormi yo'qmi? Turkiyada yo'q o'xshaydi ha? Turkiyada bordi, mening asosliq ko'radiganlarim, ko'rmallarim Turkiya bilan Qozog'iston. Qozog'istonda bormi yo'q o'qimayman, Qozog'istonda pul tashlaydigan yeri. Biroq Amerika cho'qim bor. Hamma yerda, dunyoning hamma yerida men ilqi davlatlarniki ismiga qarab hayron qolmanchu, ba'zida shundoq. Hamma yerda bo'lgan Uyg'urlar. Meniki asosliq so'zlaydiganim Uyg'ur tilidagi videolar. Hamma yerda Uyg'ur bo'lgan dunyoning hamma yerida. Ichki inti bundaki nima ish qilsizlar dedi. Bundaki shu media qatmamdoq mediani cho'ng qilib, qanday to'xtamay ishlarni qilib, ovozimizni chiqarib degandek. Endi bo'lmaydi. Medianing kuchiga sal qarash qo'ymaydi. 5 yil yoki 10 yil to'xtamay qilmas, baribir cho'ng qilmas. Undan keyin hozir o'zim ishlatdim. Onun aldıda bir balga ayda $200 ya $300 berip işletiyotgandim. Yaqında yana o'ylashib cho'ng aytaydim. Biroq qanday cho'ng aytganda xili plan qilyaptim. Uyg'ur ekrani yana bu Amerika $100 pulni Turkiyaniki 650 TL'siga teng debdi mana. Shuningda hozir Xitoy puli bilan Turkiyaniki puli o'xshash qimmatda bo'lib qoldi-da. Turkiya bilan Xitoyniki o'xshash iqtisodiy o'xshash tang taraqqiy qilib, tang ketib beribdi deyish bo'ldi ekan hamsa. Bularga yaxshi hamkorlashib yetibdi. Xitoy pulni jiqib olgan o'xshaydi. Yana biri IT Warrior yaxshimisiz? IT Warrior. Okay, Uyg'ur IT bu kanalda kompüter texnikasi qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa bizning kanalımızga kelinglar deb yozibdi. Bizim bo'ldi. Ballar kompüter o'rganmay, ya'ni kompüterni azroq foydalansangiz, Uyg'ur IT-ni qo'llanglar. Abdurahmonning to'g'risini Arshkamani faqat qo'laymiz hozircha deydi. Rahmat. Abdusalam dedi, Turkiyada yo'q dedi. Unda Turkiyada ichilmagan o'xshaydi. Turkiyada ichilmagan. Amerikada, Kanadada, Tayvanlarda nurg'un davlat ichildi, biroq Yaponiyada ichildi. Turkiyada ichilmagan o'xshaydi. WordPressni jeshishami? Bu beknimo murakkab ishdan bu texnik. Abaq Uyg'ur IT'ga so'rab baqqan. WordPress deb bersin. Ishga 5 minut deb bo'lamaydi. Bu jiq narsalar bu WordPress. WordPress deb Google qilsangiz nurg'un narsa bor deymi? Ichki bo'ldi. Uyg'ur Ali. Arafat ablat bugun 700 lira bo'ldi deydi. Ohoy, o'sibdi-ku. Bir chaqlarda pek tushib ketgandi. Shuning bilan Erdo'g'an bir yostiqlarning tigidagi oltin liralarni chiqinglar demdi, bir gaplar bo'lganda shuna qilib. Bu Erdo'g'an bu bek bo'lmaydigan bir boshliq gap-a. Shundayman-ku. Xitoyning munosabati yaxshilab bajab iqtisodlari tang taraqqiy qilib o'tibdi deyman shunga. WordPressni boy deganligidek shu IT Uyg'ur IT boy kanalga kirib ko'rib baxsam bo'ladi yoki boshqa narsa. $7 lira. Ohoy. Okay. Arafat ablat yaxshimisiz? Boshqa okey, men pulni tugdayamda, pulni desangizlar ballar bek chiqarayki. Boshqa savollar bormi puldan sizlar? Dedim-ku ayna qo'rqmanglar desanglar, jiqballar qo'shaqmi deb pul topamiz, sizlar jiqballar qo'shib chiqaramlar. Chaqchaq. Ikkala ishni birga qilsangiz bo'ldi. Menga madad berayotganlar. Hammalarga rahmat. Yana 5 minut qilamdiq, 1 soat bo'lib ketdi. Tamam, 1 soatlik. Bizlarning vaqtimizni sirab qo'ymaylik. Undan keyin 5 minut mo'nglashib, bundan keyin yana pat degandek sizning kinolaringizga kelib suhbat qilib turaylik, shu vaziyat to'g'riliq qilamdi yoki Uyg'ur bir faoliyatlar to'g'riliq qilamdi, yo bir chaqiriqlar qilamizmi yoki plan faoliyatlarni birga tashkil qilamiz. Hozir 58 45 46 tamam. Hozir 70 odam ko'ratibdi sizning kinolaringizni. Siz menga rekord yaratdingiz bugun. Naq maydonda 70 odam cho'ng bir sinfdagi bir zalda odamga qotgandeklar o'ylasangiz bo'ladi, to'g'rimi? 70 odam sizning kinolaringizni ko'radi, 72 odam. Shuni deyman. Abay ko'rib ketib, cho'qim undan jiq odamga necha yuz odam. Bugun ko'rib ketib bir odam ko'rib bo'ladi men videongizni.
Sizninki odatda naq maydon qilgan vaqtingizda men necha ming ko'rayotgan naq maydon. Ba'zi vaqtida necha yuz, ba'zi vaqtida 10 ming, 20 ming chiqqan vaqtim bor. Hozir mingdan o'qiymi? 900 ming degandek. 800 naq maydonda. Uyg'urlarning ichida mediada mushundaqiligi qilganlar sizning oldingizga o'tadigan yo'q-ku deyman. Bugun ekranimga kelganingizga ko'pdan ko'p rahmat. O'zaro pranglashib shunday asosli maqsad shu. Texnik ko'p Uyg'urlarni mediaga chaqirish, birlikda ishlash, chet eldagi Uyg'ur yoshlar, cho'nglar kichiklar bilan qo'rqmay partiyaga qarshi gap qilaveraylik. To'g'ri bo'lsa to'g'rini xalqimizdagi ovozini dunyoga yetkazishda o'zimizdagi bir kishilik asimizni qo'shaylik. Twitterga chiqib bizga ergashingizlar. Siz g'ulchilik gap qilibman. Okay, eng oxirida rahmat sizlarga. Arslan Live, yaxshimisiz? Yaxshi. Turkish lesson, Xitoycha yozmang, Xitoycha so'zlamang. Voy degandek shunday. Abay bizning kanalni ko'rmagan o'xshaydi. Oxir bir soatdan burun biz mollashqa yana ko'rang. Jiq tushundamayli. Dasa sizmi ingliz so'zlamang, sizmi ingliz gap qilmang. İçki, yaxshimisiz? Arafat Ablad. Okay, rahmat. Uyg'urlarni keng ko'lamda Twitterga yetkazish haqida tashviq qilsak bo'ladi dedi. Davomli tashviq qilyapmiz. Twitterga ko'chaylik. Bo'ldi. Jaqroq Twitterga chiqib, Twitterda uxlaqashmayli. Turgan qarsam ba'zan Uyg'urlarni tillatidi. Dadinlar tutaq chiqirib. Ashaq ballar bo'lsa, bir gap bo'lsa, tegimizda gap qilib, tegimizda mo'lish bo'lib, sen nimishki bunda o'ylaysan, sen nimishki abay birisi debdi, Turkish lessons deb bir balbaki Turkish lesson. Xitoycha yozmanglar, Xitoycha so'zlamanglar. Nimishki Xitoycha yozmaymiz, nimishki Xitoycha so'zlamaymiz. Bunu tushuntirib qo'ysangiz, uni kallamizdan o'tsa, unda okey, sizning gapingizni anglayman. Bundan keyin Xitoycha yozmayman, Xitoycha so'zlamayman deb kallamda ideyani o'tkazsangiz, bo'ldi. Nimishki unda qilmanglar, bunda qilmanglar desangiz o'ng'aydi, Nimishki qilmaymiz deb tushuntirsangiz, yaxshi bo'ldi, Okay? Xitoy tilimi eng cho'ng til dunyodagi. Ya bu bir tilda Tayvanliklar ishlatadi, Singapurliklar ishlatadi, Amerikadagi cho'ng bo'lgan ba'zan Xitoylar ishlatadi. Bu Jungurlar ishlatmaydi bu tilni. Bu tilmi bir degan bir nima deymiz? Tilni Xitoy tili bilan, turk bilan, ingliz tili bilan chiqib o'zimizning davoni qila olsak, qaysi tilni ishlasak bo'ldi-ku? Kompüterning tillarim bo'ldi, abaqa ballardek Python, yamiz Java deb. Bu bir til, kompüterning tili. Qozog'istonning ruschami bir til, qozoqchami bir til. Chiqib tilni chiqiltib, qanday til bo'lsa, o'zimizning davos qilsak qilmamdi. Qozog'istonda bir Uyg'ur oshpaz bor, 450 ming a'zosi bor deydi. Qozoqcha, ruschaga qildi-ku deyman. Qaysi bo'ldi? Undan boshqa yana Uyg'ur Ali aman bo'linglar debdi, siz aman bo'ling, rahmat. Yana bir yangi topik chiqdi. Badiusa bilan jil qanday tugidimi deydi. Badiusa bilan biz birga gaplashib boqamiz. Bu Badiusa degan, iliq sarangma, o bika-bikadan xarnatlaydigan deb, hammadan tilapaqdiga va, hammadan tilapaqdiga meni tilmadi. Shuning uchun jiq qildim o'g'longa. Men faqat uning kashi sizga rasmlarini shuniki. Azroq rasmni azroq yaxshiligi, biroq ba'zan rasmlar xalqlarning o'g'ilgan rasmga va. Men bu sizga hammadan tillaydigan odamlar bo'lsa, poqqa tashlasangiz o'ziga chachraydi degan bir gap bor ularning. Ha? Siz jilib qo'yganmi yo burun tuyuqsizlarmi chiqib qo'yadi o'tirdi bir narsani so'zlab ketdi u. Voy ishqilib boshqa odamga bu hammadan tilapaqdiga. Hammadan tilapaqdiga. O'zim yomon deydigan odamga va. Xitoycha so'zsa tarat buziladi. Xitoy so'zida tarat buzildi. Tunganlarni nima deymiz o'zi? Ha? Tunganlar to'xtamay tarat qilganda. Chet el tilini so'zlash bir xil qobiliyat edi, to'g'ri. Ko'pchilik qatnashib bergan, fikr qatnashtirgan, inkos yozgan, ko'pchilik hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamiz shunchalik bo'lsin. Hammalar omon bo'linglar. Endi boshqa qo'shib qo'yadigan boshqa gaplaringiz bo'lsa desangiz bo'ladi. Rahmat, undasa hammalarga yedinglar muborak bo'lsin. Hammalarga salom. Undasa yaxshi kun o'tkazinglar. Chiqib chet eldagi bolalar qo'rqmanglar. Shukrdagi bolalar saqlab turinglar. Chuqum bir kuni
Aptap ayak meyaktan çıkıdı adamdak. Okey. Bular atrofinglardagilarga VPN ishlatishni o'rgatib qo'yinglar deymizmi? Qandoq bexatar to'rga chiqib, bexatar tomdan otlashni yondagilarga o'rgatib qo'yinglar. Bo'ldi. Cho'qim birlashib, so'qashmaylar, o'zimizning davosini qanday tillar bo'lsa qilaveraylar. Xitoycha davo qilgan bilan biz Xitoy so'ymaymiz. Bu Xitoyning Bilib, mo'ng'ulcha ashlarning gapi bilan mo'llasini texnik yaxshi emasman tushuntirib. Nurg'un Xitoylarni uqmaydi, bu nima bo'layotganligini. Amerikaliklarni uqmaydi, Osiyoliklarni uqmaydi. Shuning uchun inglizcha qilyapmiz. Turklarni nurg'un uqmaydi, nima bo'layotganligini. Xitoylar texnik uqmaydi, ba'zan Xitoylar ularning kallasini jo'yatgan. Ba'zan Xitoylarni yaxshi, ba'zan eski. Meni o'ltiradigan Xitoylarni bor, abaq rasm ko'rsatgandek. Meni yaxshi ko'radigan, qullaydigan Xitoylarni bor, bo'g'izadigan Xitoylarni bor. Uyg'urlarning bog'i sizni o'ltirmaydigan Uyg'urlarni bor. Ishqilib adam bo'lgandan keyin mo'ng'ulcha Xudoyim og'zimiz bergandan keyin gapimiz og'zimiz ichib mo'ng'ulcha chiqib qanday tillar bo'lsa ash tilni shiltib ashundaq tilni shiltib adam bilan mo'ng'ulcha baqsaq uningdan keyin uning kallasini nima bo'layotganini uqmamdi to'g'rimi mo'ng'ulcha uqmaymiz u kallasini nima bo'layotdi undan keyin qanday ish qildi degandek shuning uchun xitoycha so'zlagan bilan biz xitoyning hammasini qo'llamaymiz okey dushmanning tilini bilish kerak dedi intayin Okey, rahmat undasi balla buda ko'rishaylik. Undasi Gulini jiq-jiq qo'llanglar. Bugun Gulining kinolisi ma'vo. Sizlar ko'rib Gulini qo'llaganlarga rahmat. Xo'sh, hamsa. Undan keyin mening kinolimga vaqtinglar bo'lsa, bizning kanalda ba'zida inglizcha, ba'zida xitoycha gap qilamiz. Undan keyin tillar bilan mo'ng'lashaylik. Uyg'urcha gap qilmasanglar, Gulining kinoliga jiq gap qilinglar. Undan keyin rahmat ballaga xo'sh. Xo'sh, Allohga omonat. Intiniki barliq shu ulanish kanallari shu videoniki ostida ulanishlarini yozib qo'ygan. Xo'sh, hamsa Allohga omonat. Xo'sh, hamsa rahmat ammanglarga.